ustozlardan eshitganimiz borda, ayolga eng ko'p haqqi bor odam bu uning eri deydilar. Uni qaynonasi emas deydilar. Juda ko'p holatlardagi ajrimlar qaynonani aralashishi oqibatida kelayotgan ekanlar. Subhanalloh. Umuman noto'g'ri. Nimaga aralashadi desa, haligi ayol qaynona o'g'lini rashk qilarmish. Tushunasizmi? Bunaqa ko'payib ketdi. Juda ko'plab shaxsiga SMSlar keladi. Ayollardan qaynonam aralashdi. Yokida qizni onasi aralashib qo'yishadi bu yoqqa. Ustozlar aytardilar, ayol kishi turmushga chiqdimi, bo'ldi, uni oilasiga hech kim aralashmasin. Albatta xatoni o'zligi qilishadi va o'zligi yarasha olishadi. O'zligi to'g'rilashadi, o'zligi urushadi, o'zligi yarashadi. O'rtada uchinchi odam aralashsa, u oila albatta buziladi derdilarda. Mana hozir jamiyatimizda shu holatni ko'rib turibmiz. Eng to'g'ri yo'l nima desalar, uylantirdingmi, alohida qilib bo'ldi.